Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022-yili 10-oyning 21-kuni juma. 2 haftada bir qatam qilayotgan videoga chiqishim. Bugun men mazmunniki tartibini sal o'zgartiraman. Oldi bilan sizlarga deb qo'ydigan bir qancha ishlar bor. Ondan keyin rasmiy temaga, ya'ni xabarlarga o'taman. Bir muhim uqtirish. Bundan hozir juma kuni men 2 haftada bir qatam chiqyapman. Shunga yana 2 haftadan keyin bir qatam chiqishim kerakdi. 11-oyning 3-kuni. O kunning o'zi men chiqamasligim mumkin. Bir kun kechiktirishim mumkin. Ham u chaqda hozirgidek rasmiy shaklda bo'lmasligi mumkin. Sababi nima desanglar, men bir safarga chiqmoqchi. Dunyo Uyg'ur qurultayiniki yetakchiligida yana bir qancha Uyg'ur tashkilotlariniki yordam hamkorligida Yevropaniki Belgiyaniki Brussel shahrida 2 kunlik bir ilmiy muhokama yig'ini bor, xalqaro ilmiy muhokama yig'ini. Buningga dunyodagi hozir qadar tanilgan mutaxassislarniki bir qismlari kelib qatnashadi deb o'ylayman. Bu ishningki baş planlayıcısı ve dastlabki o'rinlashtirishning hammasini Dünya Uyg'ur qurultiyi qilyotidi. Lekin uniki chiqimini Yevropadagi bir qancha tashkilotlar chiqarib bermoqchi ekan. Uyg'ur tashkiloti emas, boshqalarniki tashkiloti. Biz qatnashadiganlar yo'l kirasini o'zimiz chiqardik ekanmiz, qolgan chiqimlarni shu tashkilotlar chiqarib berdi ekan. Endi hozirgi davrda men uchun bu intayin muhim bir ish. Zodi xalqaro Uyg'ur masalasiga, Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligiga zot qanday qaraydi? Bundan keyingi ishlarni qanday qilish kerak? Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun degandek masalada muhim fikr, ideyalar o'tiritish deb o'ylayman. Men shuni bormoqchi. U nimaga Brusselga boradigan bevosita aeroplan yo'q ekan, men turayotgan yerdan Los Angelesdan. Shu oraliqda bir yerda to'xtamasam bo'lmay ekan. Şuna Türkiye'ye berip İstanbul'da bir qancha kun turib, shu yerdan ondan keyin yig'inga ketishni planladim. Şuna Xudoyim buyursa 11-oyning 4-5 kunlari sham kun bo'ldi. Shu chaqda men İstanbul'da hozir qadar menga İstanbulga kelib qolsangiz bir ko'rishgan bo'lsak deb uchur qolgan nurg'un qarindoshlar bor. Ben ularga şu vaqt kelgancha sizlarga xabar qilaman degandim. U ayrim xabar qilolmay ekanman. Birsi odamning soni ko'p, hammasini tepib xabar qilolmasligi mumkin. Shunga bugun mishadil deb aytmoqchi. Aslida safarga chiqishdan burroq qilsam, sal oldida qilsamlar bo'ladi. Buni sal baldiroq qilib ketib qoldim. Sababi nima desanglar, men kelar haftaning oxirida bir safarga boraman. Uyg'ur davosi haqida Amerikaning ichida bir yerga bormoqchi. Ashta bo'g'ashqa buni bugun qilolmasam fursat bo'lmay ekan. Shuni buni deb qo'yapman. Endi mening İstanbulda turgan vaqtim ko'p emas. Odatda men safarga chiqqan vaqtimda manzil ko'rish, yangi joylarni ko'rish bilan shu joydagi qarindoshlar bilan uchrashish, paranglashishni o'xshash muhim o'ringa qo'yman. Men uchun pek muhim. Shunga hozir qadar nega borsam shu yerdagi Uyg'ur jamoat bilan ko'rishib, imkon qadar ashta qilib keldim. Bu qatam aslida safarni sal uzunroq planlagan bo'lsam İstanbulga qig'il bo'ladi. Lekin o'zim hozir ashta bir qarindoshlar uchrashib bir hafta 10 kun ana qilib uni uzrildigan holat emas. Ashta bo'g'ashqa bu qatamki İstanbul safarini qisqaroq qildim. Endi ko'rsak degan qarindoshlarning soni ko'p bo'lganligi uchun men 11-oyning 5-kuni İstanbulda shaharning o'rtasida bir yerni tayyorlab qo'ydim. Xudoyim buyursa bir kun o'shada ko'rishmoqchi bo'lgan qarindoshlar bilan ko'rishishni saqlab turmoqchi shu yerda 5-slar. U yer nimaga qatnashga intan qulaylik, shaharning o'rtasida mumkin. Xalqqa ko'rishsak degan qarindoshlar menga desanglar, men adresini deb beraman. Shunga 11-oyning 5-kuni shanba kuni shu yerda ko'rishsak, ertasi meniki qatnashadigan yana bir Uyg'ur o'quvchilarning faoliyatlari bor. Aşna qilib yurib, bu yerdagi bir qancha kunim biroz jiddiy o'tdi deb o'ylayman. Endi hozir biz vatanga borolmay, vatan bilan aloqalasholmay, nihoyatda parishon bir holatda yashayapmiz. Mushta vaqtda bir didorlashishimiz bak muhim endi. Men uchun shundoq
işte boğaşqa vaqt münasebeti bilan şu bir yerlamkin işte kürsüsü deb ulaştırıp koydum. Bu yerde başka iş yok. Endi bu yerde nima eskartib qo'ydigan yana bir masala bor. U nima degan chog'da manga hozirga qadar Turkiyadan aloqalashadigan qarindoshlar ichida iqtisodiy jihatdan qiyinchilikqa duch kelib, shu jihatdan biroz yordamga erishgili bo'lamdi degan masalada aloqalashganlar biroz ko'p endi. Bu qitim mishada bu yerda bir deb qo'ydigan narsam, men o'tgan yil 12 aydan boshlab Turkiyadagi o'zim farzandlarini hozirgi zamonaviy maktabda o'qitishda iqtisodiy jihatdan to'sqinlikka uchrab qolgan qarindoshlarga yordam qiladigan bir programmani boshlagan o'tgan yil 12 ayda. Bu yil 11 ayda pulni berib bo'lgandan keyin bo'lsa bir yil bo'ladi. Hozirga qadar 16 aileге bir aileге $100 işte yordam qilib keldik. Bu pulni men chiqarmadim. Bu pulni chiqarayotgan bizning yordamchi qarindoshlarimiz bor chet elda. Ko'pinchisi Amerikada. Ular har oyning oxiri pulni menga o'tib turdi. Men Turkiyaga o'taman. Turkiyada bir qarindoshimiz shu oilaga taqitdi bu pulni. Ashta qilib hozir bir yil bo'ldi endi. Bu programni anlagan qarindoshlar hali bor deb o'ylayman. Endi bu program to'xtab qolmoqchi, shu kelar oydan boshlab. Bundoq bo'lishiga sabab iqtisodiy jihatdan yordam qildiganlarga men ayni vaqtda buni men bir yillik program deganmanda. Ular shu plan bo'yicha bu programmaga qatnashgan, o'zlari pul chiqarib har oyda. Ashta boshqa 11-yilda bir yil bo'ldi. O'zimniki degan va'dasi bo'yicha buni mishada oxirlashtirmoqchi. Ehtimol hozir qadar yordam qilayotgan qarindoshlarniki bir qismi yordamni davomlashtirishi mumkin. Men ularga yordamlashib, pulni o'zlari bevosita qiyinchilikdagi oilalarga avatadigan qilishga yordamlashmoqchi. Men shu keyingi ish gapning ichida Turkiyaga pul mangdirishniki yo'llari hammasini qisqacha tanishtiradigan bir narsa tayyorlab, shu qarindoshlarga mangdirib beraman. Shunga hozir qadar yordamni evatgan qarindoshlar o'zlariga yordam qilayotgan oiladagilar bilan bevosita paranglashqach to'sanglar bo'ladi. Bu yordam davomlashamdi yoki kelar oydan keyin to'xtab qolamdi degan narsa. Bundan keyingi ishlarni o'zim qilmaslikka bir sabab sal yetishamadim. Endi gapning rostini desam yetishamadim. Xabarlarda bor. Meniki butun kun xizmatim bor. NASA'da xizmatim ig'ir meniki. Hozir ikki olam teleskopiniki ishini qilaman. Uniki birisiniki asosliq loyihalaguvchisi men hozir. Ashta boshqa andan keyin yana yer shari bilan koinot o'tirishidagi lazer nuridan foydalanib xabarlashish turimi bor. Men 3 turini qilyapman hozir. Ciddi vaqtlarda akşamisi demlish kunlarini ishlashimga to'g'ri keladi. Ashlarni qilib, uning sirtida maoshlarni qilib, Uyg'ur Project fondining ishlarim bor. Andik o'zim mandirayotgan Twitter bor inglizcha. U men uchun birinchi darajadagi muhim ish. Har kuni bir narsa chiqarib turyapman. Uyg'urlarniki dardini, Uyg'urlarniki hozir beshi kelgan ko'patlarni dunyoga anglatish uchun. Ashta boshqa salomatligim yaxshi. Salomatligim nihoyat yaxshi, lekin mening yoshim kichik emas. Shunda tirishsam bu yetishmay qoldim, misol charchab ketdim o'zim. Endi bundaq holatda bir mezgil yashashga bo'ladi, lekin uzun muddat davomlashib ketsa, odam salomatligidan ayrilib qoladi. Ashta boshqa bu ishni endi shu 11-yildan to'xtatib qo'ymoqchi. Bu gaplarni bu yerda deyishimga sabab, men borgan joyda ko'rishib, iqtisodiy jihatdagi qiyinchilikni hal qilishda biraz yo'l tepiramdik deb o'ylayotgan qarindoshlar bor. Bu chog'dagi ishlarni men qila olmayman, shu narsani deb qo'ymoqchi. Endi hozir shu O'rta Osiyoning sirtida 100 mingdak Uyg'urlar bor. 100 mingdak Uyg'urlarniki 70 dan ortiq tashkiloti bor. Meniki bir orzuyim qiyinchilikdagi oilalarga qutqizish beradigan mandaq bir programmani shu tashkilotlardan birisini qilsanglar. Buni har qanday odam qilmaydi, men qilmasammi? Men boshqalar qilmaydigan ishlarga o'zimni markazlashtirib shu ishlarni qilsam, bo'lmasa bir odam yetishib bo'lmaydi ekan. Nurg'ulinglar deysizlar, men aytib bir odam aloqalashdim deb. Kuniga ashta bir odamdan 10 odam aloqalashsam, men 10 odamga javob qaytarishim kerak. Undan keyin ashta konkret ishlar bor buniki. Oyning oxirida yordam qilgan qarindoshlarga uchur mangdirib, ma'aylik yordamni bersangiz deyman. Pul kelsa uni yig'ib, undan keyin Turkiyaga mangdirman. Undan keyin Turkiyadagi yordam olgan qarindoshlarga
sizga yordam qilayotgan oilalarga bir rahmat aytib qo'ygan bo'lsangiz deyman. Ishqilib bu ishlar kichik tuyulgan bilan bu men uchun yukimni ig'lashtirib boradi. Bu ishni amaldan qila oladi. Endi mening tavsiyam xalqniki ishonchiga erishish pek muhim. Pul chiqqanda, ya'ni to'plaganchada cho'qim uniki uchurlarni shu iyon to'plaganlarga yetkazish kerak. Qancha pul keldi, pulni nega xarjladik degan narsani. Bu jihatdagi hisoblar aniq bo'lishi kerak. Birinchisi, ikkinchisi imkon bor bu ishlarni biroz puldor qarindoshlar qilsanglar yaxshiroq. Nimishqa deganchada iqtisodiy ahvoli yaxshi qarindoshlar qilsa, ularniki xalqdan kelgan pulni o'zi xarjlab olish ehtimoli ancha yo'q. Endi biz Uyg'ur Project fondida Uyg'ur Project fondining ichida ish qilayotgan qarindoshlarniki hech qaysisi biz Uyg'ur Project fondiniki $1 pulini xarjlamaymiz. Aksicha biz o'zimiz pul chiqaramiz. Ashlar bir holatda bu ishlarni qilyapmiz. Shunga xalq ishonganligi uchun hozir qadar men bu jihatlarda bir chaqir qilsam, natijasi yaxshi bo'lib keldi. Lekin hamishni o'zim qilib yetish bilolmayman endi. Ashlar boshqa Uyg'urlarniki Müştaq balalarını o'qitishda qiynalib qolayotgan oilalarga yordam qiladigan bir organni bo'lish kerak aslida. Buni qilaolgan qarindoshlar ko'p. Ashta boshqa müştaq bir funksiyani Uyg'ur tashkilotlaridan birasi o'z ustiga evasanlar. Buni deb qo'ydim. Yana bir narsa, men o'tgan qatimliq videoda Turkiyadagi bir bolamizga qiyinchilikka bolamizga yordam qilish haqida bir chaqiriq qilgandim. Uning unumi men o'ylagandan yaxshi bo'ldi. Hozirga qadar $2000 jiqraq pul yig'ilib bo'ldi. Uni mandirib bo'ldim. U bolamizning qo'liga tegib bo'ldi pul. Yana pul mandirish yo'lida tirishayotgan bir qancha qarindoshlarimiz bor. Agar ulardan pul kelsa, ularni mandirib beraman. Bu yerda men o'zim Amerikada pul beradiganlar Amerikadan bor, boshqa davlatlardan bor. Lekin bu pul Turkiyaga bordi endi. Ashta bu boshqa rasmiyatlar oson emas. Shuning uchun orliqda shu pulni bir yerga mandirib olish uchun xili kuch ketib atadi. Hozir yana qarindoshlar bilan mushtat tirishayotgan. Meniki bank hisobim umumiy bank hisobi bo'lib qoldi. Men hammalarga o'zimning bank hisobini berib pullar shu shaklda shu yerni o'yatib degan narsa qilyapman. Ishqilib bu ishlar bo'lyotdi. U bolamizga pul berganlarida $1000 berganlar bor, $500 berganlar bor, $100 berganlar bor. Naiti nima deymiz, saxovatchi qarindoshlar. Men har qatim ishlashni qilsam naiti ta'sirliman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Millatniki bu ruh to'xtab qolmasin. Mayli Allohniki roziligi uchun bo'lsin, mayli millatniki taqdirini yaxshilash uchun bo'lsin. Bundaq ishlar naiti xosiyatli ish, naiti ahamiyatli ish, qimmatli ish. Shunga bundaki muhtojlar bo'lgan chog'da yine yordamlarni to'xtatmasanglar. Ondan keyin yana deb qo'ydigan yana bir ishim kalnur.com degan biz bu qiz yigitlarga loyiq tepishga yordamlashadigan tor beti. Bu tor betini mangdug'li bir yildan oshdi. Nima ko'p hujum uchrab ketdi bu. Bu hujumlar demasam bilasizlar Xitoydan keladi ko'pincha vaqtlarda. Shunga ba'zida uchuq, ba'zida yepiq bo'lib qolgan ishlar bo'lib qoldi. Buni o'ngshash uchun biz yaqinda g'arbdagi bir bexatarlik ishlarini qiladigan, yaxshi qiladigan bir shirkatga xiljiq pul xashlab, ashlarniki mulozimatni oldik. Xudoyim bo'lsa, bundan keyin bu torbetiga hujum qilish undaq osonlikcha yuz bermaydi deb o'ylayman. Shunga torbeti bexatar, uni xotirjam ishlasanglar bo'ladi. Bundan keyin uzib qolgan ishlar bo'lmaydi deb o'ylayman. Shunga ashnidan undan foydalaninglar. Men hozir biladigan bir qism ukalar bor, o'g'illarmi bor, qizlarmi bor. Bular texchilik o'zlariga jo'ri tepololmadi. Men bu tirishayapman bu jihatda o'zimniki aloqa doirasi ichida. Ashta qilib o'tib hal bo'lmayotdi. Bu muhim ish. Bo'lsa torbetidan undan foydalaninglar. Maqatim Turkiyaga borgan chog'da mushjatga ehtiyoji bor ukalar gap men bilan ko'rishsanglar bo'ladi. Mayli qiz bo'lsin, mayli o'g'il bo'lsin. Bir qism fursatlar bor. Shunga shu yerda paranlasak bo'ladi. Ba'zi narsalarni bundaq uch qashqar degil bo'lmaydi endi. Ashta boshqa mushbir ishmi bor endi maqatim qilgan safarimda. Yana birisi o'tgan haftada men bir singlimizni tanishtirgan, Amerikada turadigan uniki bir shirkati bor, Golis Chicket CO degan shirkati bor. Bu singlimiz o'tgan hafta bir narsa yasab bergan.
Yaqında yeni bir narsa hesab etdim. Men buni o'zim tilab qolgandim. Muxbirlar bilan videolik suhbat o'tkazgan chaqda bunda bir ko'rinib turadigan bir narsa bo'lsa deb deganda buni qilib o'tbadi. İsmi Gülis. Bu singlimizni ko'pdan ko'p rahmat. Bu singlimizniki shirkati bor. Mani men o'zim ta'tir besib chiqardim. Bu mismada asli narsa ta'tir olib qoldi ekan. Mavu muxbirlarni ko'rishgan chaqda o'ng chiqdi mavu o'zi bunday narsa. Mana bu singlimiz yasab o'tbadi buni. Muxbirlarni ko'rishganda o'ng chiqdi ekan. Mavu Facebookda nahmaydan qis ta'tir chiqib qoldi ekan. Shu men mani ta'tir bastırıp akagan bo'lgan. Sizlar ko'z tutishun o'sha narsa. Bu singlimizni ko'pdan ko'p rahmat. Bu singlimiz nurg'un buyumlarni yasayotdi, o'ziniki shirkatida bor, to'rbetida bor. Chet elliklarga Uyg'urlikni namoyon qiladigan bir sovg'at belgilar kelib qolgan chaqda, mush singlimizning to'rbetiga bir qarab yaqinlar. Gulis Chicket CO degan shirkat Facebookda bor bu. Men mush videoning ostiga yana ulanmasini chiqarib qo'yaman. Bu birsi yordam, mushtaq millat uchun ko'p foydamisanmi, millat uchun bir ish qilaydigan qarindosh uchun yordam, ikkinchisi bir bo'shliqni to'ldirdi bu. Ashtaq chadarlarga sovg'at berganda biroz uyg'urlikni namoyon qiladigan sovg'atni bersanlar, uniki qiymati boshqacha bo'ladi endi. Shunga bunday qo'yg'im keldi. Endi qolgan rasmiy mazmunlarga o'tay. Uniki Amerikadagi hozirgi eng chong xabar shu 11-ayning 7-kuni o'tkazilgan yerim muddatlik saylam. Bu saylamda Avam palatasi, Kengash palatasi a'zolari, ondan keyin bir qism shirkatlarniki shirkat boshliqlari degandek kishilar saylandi. Hammasi emas, 3dan bir qismi. Har 3dan bir qismi 2 yilda bir qatim yangidan saylaydi Amerikada. Bu saylam bo'lmoqchi. Hozir Amerikadagi eng chong parang mush haqda o'tgan dastlab deganimda bu qatimgi saylamda Cumhuriyetçiler Kengash palatasi, senatorda ko'p sonliq bo'lish ehtimolligi yuqori. Avam palatasi House'da unda emas degandim. Hozir bu ahvollarda nihoyatda tez o'zgarish bo'lyotdi. Hozir Cumhuriyetçiler Avam palatasidagi saylamda o'tib chiqqandek farazlar ko'p hozir. Kuchlik. Har kuni degidek o'zgarish bo'lyotdi. Bo'libmi yaqinqi shu yangi prezident chiqqandan keyin Amerikada bo'lgan o'zgarish bo'lib nacharlashish shu ahvollarga norozi bo'lib kishilar bu qatimki saylamda boshqa ish qilgandek turdi. Endi hozir qadar elib berilgan raisnashda kishilarniki o'tirib qo'ygan birinchi ko'ngil bo'lgan ish iqtisod va pul baholigi. Pul baholigi Amerikaliklarni qiyin edi yaqinda yoqi. Ashta bo'g'ashqa undan keyin o'tgan degandek Amerika hukumatining qarzini zo'r darajada o'stiryapti hozir. Shu sababdan kishilar bu qatimki saylamda birinchi daraja ko'ngil bo'lgan ishi pul paholligi degan narsa o'tirib chiqyapti. Raisnashanniki hammasi degandek. Bu Amerikadagi cho'ng xabar. Endi boshqa xabarlarning ichida hozir yaqinda xalqaro ishlar bakchiq. Uniki birsi Putin'niki Ukrainaga qilgan tajovuzi. Yaqinda bo'lgan bir ish. Yaqinda Putin o'zlari besib olgan 4 o'lkani Rossiyaning bir qismi deb e'lon qilgan. Necha kun oldida mush o'lkalarda curfew deydi inglizcha. Uydan chiqmaslik kishilarni ashtaq bir jiddiy holat yurgizishni e'lon qildi Putin. Mushtaq bir ish bo'lyapti. Ondan keyin hozir Putin Irandan sotib olgan drone deymiz, uçqusi yo'q aeroplan, kichik tipli aeroplan. Shular orqali Ukrainaniki energiya manbalari va tok uskunlari, tok yo'llari shularni portlatyapti bu. Mavu Amerika va Turkiyada ishlab chiqargan dronlar, uçqusiz aeroplanlar bular berib bombani tashviq etib qaytib keladi yeriga. Mavu Ironniki berib o'zini portlatadi ekan bu kichik aeroplanlar. Ashtaq narsa bilan Ukrainaniki xalq qurilmalarini portlatish ishlarini qilyapti. Nayt bir vahşi ahvollar yuz beryapti bu jihatda. Tunogin chiqqan yana bir xabar, yaqinda Angliyaga bir yangi bosh ministr saylangan Liz Truss degan bir xonim 45 kun bo'libdi, tunogin 45 kun bo'libdi ekan bu xonim istifa berdi, tunogin istifa berganligini e'lon qildi. Sababi nima desa, 45 kun ichida bu xonim Angliyaning iqtisodini xila o'ntay qilib yetibdi. Iqtisodiyotda bek nacharlashib o'tibdi. Shuning bilan bu xonim TAV partiyadan talab qilib istifa berdi, tunogin istifa beribdi.
Bunun o'rnini to'ldirishga endi saylan bo'ldi ekan. Bununla burunqi dastlabki Johnson degan kishini qayta saylanaman deb e'lon qilibdimish o'zini. Bu qanday bo'ladigan amni bilamiz. Yana bir cho'ng xabar. Hozir Amerikaniki axborot organlari Xitoyniki shirkatlarini inishklab kuzatish orqali Xitoyniki Tayvanga hujum qilish ehtimolligi burunqidan aslab kuchayganligini o'tirib qo'ydi yaqinda. Shu munosabat bilan Amerika hukumati o'tganda Tayvanga 6,5 milliard dollarlik harbiy yordam berishni e'lon qilgan. Yaqinda buni 10 milliard dollarga o'stirdi. Birinchisi o'stirdi, ikkinchisi bir qism harbiy qurollarni, bombalarni Amerikada yasab Tayvanga olib emas, Tayvanda ham zavod qurib Amerika Tayvan bilan birlashib ashadlar ham yasab chiqaradiganligini e'lon qildi. Demak, hozir Xitoyniki Tayvanga hujum qilib qilish ehtimolligi burunqidan kuchaydi degan gap. Aslidagi farazlarda 2024 yoki 2023-yili ashta qilib qilish mumkin degan farazlar bor edi. Yana birisi 2027-yilda hozir hamda Amerikada o'tirib chiqqan gaplar axborot organlari orqali. Bu yil mumkin Xi Jinping degan jallod qayta taxtga chiqqandan keyin bu yilning ichida ham tajovuz qilish ehtimolligi bor degan farazlar bor ekan hozir. Shunga Amerika bu yerda bir qism jiddiy ishlarni ko'gil turibdi. Endi masalaga o'tganki bir qatorlik videoda Xitoy amaldorlariniki yuqori darajali Xitoy amaldorlarining hammasining chet elda balasi bor, xotini bor, kichik xotinlari bor, kichik xotinlardan tug'ilgan bolalari bor, andagi nayt ko'p boyliqlari bor bularniki. Chet elga chiqib olgan. Ashlarni aketmay turib, Xi Jinping degan jallod Tayvanga hujum boshlamaydi degan. Hozir yaqin nemish bo'lyapti desanglar, hozir Xi Jinping u narsalarni bir yerga qarab qilib turib, buniki Xi Jinpingniki o'rni yaqinda bak kuchayib ketdi bag'an sari. O'ziniki dushmanlarni asosan yo'q qilib, bunga gaqalanmas bir kishilar boshqalarniki bunga gaqalanmaydigan bir holatni shakllantirganda qiladi hozir. Bundaq bo'lishiga bir cho'ng sabab Xitoyda chirklik intayin eg'ir, ozroq amili va odamlarning hammasi qattiq boyib ketdi. Mana yaqinqi 20-30 yilning mobaynida qattiq boyib ketdi. Bu boyib ketishniki vositasi intayin chirik. Intayin chirik, parxo'rlik, butunlay qonunsiz yo'llar bo'lib ketdi. Ashta bo'lganlik uchun Xi Jinping chirklikka qarshi turish bahonasi bilan Xitoydagi muavin ministr va muavin o'lka boshlig'lari darajalik odamlardan 500 dan jiqadani qo'lga qo'yibdi. Bu yerda chirklik degan narsa bu qo'shbislik qilish. Siz boshqalarga chirklik qilish fursatini berib, parbirish fursatlarini berib, qonunsiz boyilish fursatini berib, ularni o'zingizni torta olasiz. Andan keyin o'zingizni tortib bo'lgandan keyin sen chirklashding, pariding, hukumatning pulini xashlab olding deb ularni xohlagancha tuta olasiz. Hozir Xi Jinping mush ishdan foydalanyapti. Xi Jinping xohlagan odamni tuta oladi. Ashta bo'lganlik uchun yaqinqi shakllangan vaziyat nima desanglar, bu Xitoydagi boshqa amaldorlarning hammasini yurib pok qachonqa meni tutar ekan deb. Menlam tutmasang, sen nim qilsang mayli deb bu Xi Jinpingni haddi hisobsiz ko'tarib bir xudoning o'rniga aytib qo'yatdi. Bu Xi Jinping to'g'riliq o'tirib chiqqan maqtash so'zlarini ko'rsanglar qusqunglar keladi. Shu darajada bo'lib ketdi hozir. Ba'zi jihatlarda mavzuni mashruatda bu. Ashning bilan qandaqdi bu jallod nemish qilsa qilaydigandek bir holat shakllanib qoldi hozir. Mushqatamqi qurultaydagi buningki holatni ko'rsanglarmi shunchalik mag'rur, hech qanday odamni ko'zga olmaydigandek ashaq bo'lib ketdi. Hozir Uyg'ur masalasida o'xshash. Yaqinda O'rta Osiyodagi bir qancha qarindosh ellar Uyg'ur masalasida Xitoy bilan bir maydonga o'tib oldi. Ularning pozitsiyasi ular ojiz endi. Xitoylar bizni besib olmasin yoki qarzni to'la deb kelimizni siqmasin deb asosan Uyg'urlarni nim qilsan qil, bizning kelimizni siqma degan pozitsiya bilan Xitoy bilan bir maydonda turibdi bular. Xitoyning ichidagi ahvollarmi shunday hozir. Ashta boshqa shu abatda men degan Xitoyniki xotin bolalari boyligi sirti bo'lsa-mu, hozir endi Xi Jinping o'ziniki Xi Jinpingning bir cho'ng plani bor. U nima degan joyda Xitoyni davlat dunyoni so'raydigan bir holatga akilish. Mana bir
planı var buniki. Şu planı amalga oshirishda Tayvanga hujum qilaverish ehtimolligimi o'tirg'i chiqyapti hozir. Endi mushuni birlashtirib bir narsani deb qo'ymayman, aslida oxirroq deydigandim buni. Xitoyniki ikki cho'ng maqsadi bor. Uniki birinchi cho'ng maqsadi, nishoni Xitoy Kompartiya hokimiyatini saqlab qolish. Dunyoga xo'jayin bo'lish uchun Xitoy Kompartiya hokimiyatini saqlab qolish kerak. Bu oldingi shart. Shunga birinchi nishoni bu. Xitoy Kompartiya hokimiyatining ikkinchi nishoni Amerikani yo'q qilish. Nima ish qundaq? Hozir Amerikaniki siyosiy tuzumi bilan Xitoyniki siyosiy tuzuminiki nihoyatda ro'shan solishtirmasi bor dunyoda. Shunga Amerikaniki tuzumini tushunadigan, Hong Kongniki tuzumini tushunadigan, Tayvanning tuzumini tushunadigan kishilar hargiz Xitoyning tuzumiga qoyil bo'lmaydi, qabul qilmaydi. Shunga Xi Jinping o'ziniki diktatorligini to'salg'usiz yurgizish uchun oldi bilan o'ziniki siyosiy tuzumiga solishtirib qo'yayotgan Amerikani yo'q qilish kerak. Hong Kongni shuning yo'qotdi. Xabarlarda bor, Xitoy Hong Kongni yo'qotish tüpbelidən tatqan iqtisadi ziyan intayin iğir. Onu parva qilmadi. Sebep abiyaki şu. Sebep Xitoy dunyoni so'ramoqchi, dunyoni so'rash uchun Xitoy Kompartiya hokimiyatini saqlab qolish kerak. Bu hokimiyatni saqlab qolish uchun hozir dunyodagi eng ilg'or demokratik tuzumdagi o'rniga bo'lib qolayotgan Amerika, Hong Kong, Tayvanni yo'q qilish. Bu qadimki Tayvanga hujum qilishdagi asosiy maqsad mana shu. Ashlarni qilmasa, keyingi ishlarni qilib bo'lmaydi deb mashina qilyotdi. Bu meniki tahlillerim hozir, mening tushuncham mushtarak. Endi albatta men degan Xitoyniki Tayvanga hujum qilish ehtimoli kuchayyapti degan bu uchurlar Amerika hukumatidan chiqyapti. Amerika axborot organlaridan. Bu shunga bu ko'ch xabarlarim emas endi. Endi yana bir ish xabarlarda bo'lganda Xitoyniki 20-chi Kompartiya qurultayı başlandı. 16-cı başlandı. Hozir davomlashyapti. Bu qurultay ati oxirlashidi. Ko'rinishda bu qurultay nihoyatda bir tinchlik ichida ashtaq mengayotgandek ko'rinyapti amalanga. Lekin ichida undaq emas. Endi hozirgi qurultaydagi bir aniq bo'lgan narsa Xi Jinping degan jallod huquqda 3-chi qatim davomli o'tiraverdiganligi asosiy jihatdan jazmlashib bo'ldi. Bu holatga qaysi darajada keldi deganda har xil farazlar bor. Birisi bu harbiy siyosiy o'zgarish qildi degan ko'z qarashmi bor Xi Jinpingni. Nimishqa desanglar, hozir Beijingniki atrofiga kirib bir xil jiddiy holatda turayotgan intan ko'p askarlar bor. Bular askarlarni akilib turg'izib turib ochdi majig'ini. Xi Jinping 3-chi qatim chiqishiniki kapolatga ega bo'lishiga bir sabab shu endi. Ba'zi kishilar uni harbiy siyosiy o'zgarishlarni atayotdi. Zodi qanday qish keyincha aniq bo'ldi texmo. Lekin Xi Jinping hozir Xitoy Kompartiya hokimiyatiga o'zini xalq doisi deb tangdi. Xi Jinping xalq doisi Riminning shi deydi. Aytaq digizdi. Hatta bu so'zni bu qatim Kompartiya nizomnomasiga kirgizmoqchi bu. Bu atalg'u ayni vaqtda Mao Zedongga ishlatilgan, undan keyingi Xitoy davlat rahbarlariga ishlatilib boqmagan. Bu qatim Xi Jinping buni endi majburiy Xitoy Kompartiya nizomnomasiga kirgizmoqchi bo'lyapti. Endi bu bo'layotgan ishlarga nisbatan dunyoniki ahvoli qandaq? Dunyoniki parvoyi ushdi. Bo'libmi g'arb ellarininki parvoyi ushdi. Albatta Müslüman davlatları, Asiyalik davlatlar, O'rta Asiyalik davlatlar degan bular Xitoydan qo'rqib bir narsa deyamaydi. Lekin kuchli g'arb ellari bo'lsa parvoyi ushdi hozir. Endi garchi hozir qurultayning o'zi nihoyatda bir tinch holatda o'tayotgandek qismi, ammo shu qurultay tugagandan keyin dunyo bo'yicha Xitoy hokimiyatiga Xi Jinpingga bir cho'ng hujum boshlanishi mumkin. Hozir dunyo ashtaq bir holatga kelyapti. 18-ci 2 gün oldida New York Davr gazetasiga bir maqola chiqdi. Bu maqoladagi temisi Xi Jinping sana rahmat. Thank you Xi Jinping degan bir maqola. Bu maqolaniki mazmuni nima desanglar, aslida Amerika va g'arbdagilar Xitoyniki hozirda kuchib minishdan ansirgan
bu qitim Xi Jinping sınıki 3. qitim taxtga qayta chiqishing bilan bizni bir cho'ng andishadan ozod qilding. Sen de taxtda o'tirib olsang, Xitoy to'yin qarab mangadi. Shuning bilan bizniki bir andishimiz yo'qaydi degan mazmunda endi. Xabarlarda bor oldingi necha qitimliq prezidentlar Clinton deymiz, Kichik Bush, Obama, necha prezidentlarning hammasi Xitoy iqtisodiy jihatdan kuchaysa dunyoga foydali deb qaragan. Bu nazariya endi butunlay ag'dirildi hozir. Xitoy kuchaysa dunyoga tahdidkan degan xulosaga keldi Amerika. Ashta boshqa hozir dunyo endi nimaga endi bu Amerika mı hozir Xitoyga boshqacha tadbir qo'llanayotdi. Endi Xitoyning harbiy jihatdan kuchayish bilan dunyoga bo'lgan tahdid kuchaydi. Tayvanga hujum qilsa, dunyo siyosatida bir cho'ng davolg'ish paydo bo'ladi. Endi bir qism davolg'ishlarni paydo qiladi, lekin Xitoyning iqtisodiy tushsa, uzun muddatdan qaragan chog'da dunyoda yuz beradigan bir qism yomon oqibatlar yuz bermaydi endi. Hozir Amerikaniki davatna shu. Shunga yaqinki Amerikaliklarning analizchilarning gapini anglasanglar, Xi Jinpingning 3. qitim taxtga chiqishi amaliyotda Amerika uchun bir so'g'at bo'ldi deb qarayotganlar bor. Yaqinda Amerika Xitoyga qaratgan yadrolıq texnika uskunlari va odam jihatlarda umumyuzlik cheklamani o'tirib qo'ydi. Bo'libmi shu Xitoy bilan hamkorlashayotgan shirkatlarda ishlaydigan Amerikaning shirkatlar ishlaydigan Xitoylar, Amerikaga grajdan bo'lgan Xitoylar va Amerikaliklar ularga bir shart qo'ydi. Ya sen grajdanligingdan voz kechib Xitoyga ketgin, agar Amerikada turman desang Xitoy bilan hamkorlashma degan bir narsani o'tirib qo'ydi. Bu bir cho'ng ilgirlash Amerikaning yaqingi tarixida endi Xitoyga tutgan siyosiy jihatda. Şuna ben degandek Xitoyniki taraqqiyoti dunyoga foydali emas, foydasiz degan bir xil ideya endi rasmiy darajada shakllandi Amerikada. Hozir endi Putin bilan Xi Jinpingniki har ikkisi g'aljirlashdi, asalning ko'rinlardek. Gerçi bu yerda bir ish bor, mavzama deb qarayman. Hozir Putin yadroliq qurol ishlatmamdi, ishlatmamdi degan savol hozirmi tehi buni oxiri chiqmadi. Bu ehtimollik yenilan bor, amaliyotda biroz kuchaydi yaqin yaqin. Nimishqa desanglar abaytaman degandek o'zini portlatadigan kichik aeroplan bilan Putin hozir Ukrainadagi energiya manbalari va tok yo'llari qatorliq xalqlar ishlatadigan narsalarni portlatib o'tadi. Bu xalqaroda cho'ng jinoyat deb qaraladi. Bularga biroz ikkisi g'aljirlashganligi uchun Xi Jinping Putin mashlarni qilyotdi. Putin ham ig'ir kasal deydi, saqaymas, kasal, rak kasali bor degan gaplarmi bor. Ashta boshqa men baribir ketadi ekan, men bo'ldi qilg'ashimni qilib ketay deb yadro qurol ishlab qolamdi, uni bir narsaga olmaydi. Xi Jinping mi abaytan degandek Tayvanga bu yilda hujum qilib qolamdi, uni bilgil olmaydi. Lekin mush ikkisidan birisi yuz bersa, meniki o'zimniki analizcha bu ikkisidan birisi yuz bersa, Rossiya mi tugaydi, Xitoy mi tugaydi. Bu chog'da bu ikki davlat boshqacha bir taqdirga duch keladi. Shunga bunda bir xavf bor. Shunga agar endi atom bombasi ishlatsa yoki Xitoy Tayvanga hujum qilsa, bu insonparvarlik nuqtasidan yomon ish. Lekin biz Uyg'urlarniki taqdirini aytgan chog'da mushtaq bir ish yuz berib, shu orqali agar Xitoy kompartiya hokimiyati ag'dirib tushsa, Uyg'urlarga bir fursat keladi. Hozirgi fojiani to'xtatishga bir fursat keladi. Bu nuqtani aytgan chog'da biz uchun biroz yaxshi ish deb qarashgan bo'ladi. Ikki tarafi bor buniki. Endi yaqinda Xitoy tahlilchilari, tadqiqotchilariniki leksiyalarini ko'rsanglar, bular bu qitimki 20-qurultaydan keyin Xitoy hokimiyatiga kimlar chiqib, kimlar tushadi degan to'liq intayin ko'p faraz analizlar bo'lib ketdi. Nima Changwei, bu Xitoy Kompartiya Markaziy Komitetiniki doimiy hay'at a'zolari 7 adam bor hozir. Shu 7 odamlar bu qatimki saylovdan keyin bu 7 odamlarningki o'rnini kimlar oladi degan loyihadami 10 dak loyiha o'tirib chiqib bo'ldi hozir. Kim chiqadi, kim tushadi degandek narsalarniki. Tunugulardan tortib biroz bir yerga kelyotdi bular.
hozir ishlayotganlarning ichidan 3 turib 4 chiqib uning iziga yangi odamlar kirdi ekan degan gap biroz eg'ir. 3 turdi degandan birisi Shi Jinping, yana birisi Wang Huning. Bu Wang Huning degan Xitoy Kompartiyasiniki eng chong nazariychisi. Hozir mana shu Shi Jinpingniki ideyasi bu degan narsalar hammasi asli Wang Huning degan Xitoydan kelgan. Bu Xitoy Kompartiya hokimiyatiga mana shunaqa bosh ideyachi bo'lib turayotgani uzun bo'ldi. Jiang Zeminga bo'lgan, Hu Jintaoga bo'lgan, Shi Jinpingga 10 yil bo'ldi hozir bo'yatdi. Ikkinchisi bu turdi ekan. Yana birisi bor. Uning iziga qolgan to'rtlarning iziga yangidan kirdi ekan degan gaplar bor. Bu yerdagi bir cho'ng alaylik nima desanglar, bu qatim Shi Jinping degan jallat umumizga g'alaba qilib, shu 7 doimiy komitet a'zolarining hammasiga o'zining odamlarini akirish ehtimollari kuchli. Hatta bu boshqa bu jallat bundan keyingi ishlarini texmo beparvosiz aldı qildi degan gap. Buni endi hozircha bu farazlarni qaytadan farazlar o'tirishning hojati yo'q. Atini chiqadi. Ata Xitoyniki Kompartiya 20-qurultiyi oxirlashadi. Shu chaqda biz hammasini bilamiz. Yaqinda shu qurultayga munosabatlik bir cho'ng voqea yuz berdi. U nima deganda bir 46 yoshli bir Xitoy Beijingdagi Situng Chao degan bir ko'rgi bor ekan. Situng degan hammaga tutishdigan degan gap Xitoycha ko'rik. Shu ko'rikning ustiga bir lozung chaplab, yo'n yezib lattaga. Shuni chaplab, andagi ko'rikning ustiga mashinaniki rezinka chaqiga o't quyish orqali chiqarib, shu vaqtiga ulgutib, ashtaq bir isyon ko'tardi bir Xitoy 46 yoshgan. Buniki mazmuni intayin o'tirib qo'ygan shuariniki mazmuni naydi yaxshi bu dunyoniki olishga erishdi. Bu deydi bizga Xitoy lozim emas, deydi Xitoy degani virusni tekshirish siniqini demakchi. Lozim emas. Biz tamoq yeymiz, Xitoy emas tamoq yeymiz. Qamal qilish emas, bizga erkinlik kerak, bizga qamallik kerak emas, erkinlik kerak. Bizga yolg'on so'zlar kerak emas, bizga g'urur kerak. Bizga madaniyat inqilobi kerak emas, bizga islohot kerak. Bizga dahi kerak emas. Bizga saylam kerak. Biz qul bo'lishni xohlamaymiz, biz grajdan bo'lishni xohlaymiz. Ondan keyin shu butun dunyoni bu odam, bu sen degan butun dunyoni dars tashlash, ish tashlash mushtaqqa chaqirildi. Shu orqali Shi Jinpingni og'dirtishga chaqirgan mana bir lozung o'tirib chiqdi. Bu odamni darhol tutib, uni Slovakiyada aytisdan boshlab Beijingdagi butun ko'riklariga ko'rik qo'dg'ichi degan minbing xalq askarlarini qo'yib qo'ydi bular. Naydi tez qo'llangan tadbir shu. Mushlarni qilib boqdi. Lekin bu ishniki hozir qadar oxir uzilmadi. Men tunugilardan bugunlardan ko'rgan xabarda hozir Xitoy davlatning ichida u yerda bu yerlarda ya'ni ko'riklarning ustiga mashtaq lozunkalar ancha chiqib o'tibdi. Andikin ommaviy o'birnilarning ichiga Shi Jinpingga qarshi yozilgan mashtaq shuarlar nayt ko'payib o'tibdi hozir. Mashtaq bo'yatdi. Shunga endi mash qurultay tugagandan keyin nima ish bo'ldi bilmaymiz. Endi Shi Jinping bu qatimki shu qurultay bahonasi bilan butun Sharq Turkistonda qamallashni yo'l qo'ydi, xabarlarda bor. Uyg'urlarni bitta qamayotdi. Ishkirdimi nurg'un yerlarni qamayotdi. Mushu virusni bahona qilib turib, Xitoy Shi Jinping o'ziniki davlat grajdanlarini sulib olib birga qurultay ochib hozir. Endi mening farzimcha qurultay tugagandan keyin bu ulug' xalq doisiniki dona yetakchiligida xalqlarni sulhdan qutqazdi deb ehtimol qo'yitish mumkin qamallikni. Bu ehtimolligim bor, u da qamasligim mumkin. Mana bir ahvol bor. Endi agar mana shu hozirgi qamalni echvasa Xitoyda qanday ishlar yuz berdi, bu narsaga bo'lmaydi. Ehtimol mushu yuqorqi voqealar bir cho'ng inqilobga olib berishi mumkin. Ishqilib hozir endi albatta men degandek Beijingga necha 100 ming askarlarni Beijing shahri atrofiga to'plab turib, butun xalqni o'dirga qammitib turib, derazadan 5-chi chiqasang bo'lmaydi degan holatga olib kelib turib qurultayni ijvatidi. Mushtaq bir holatda bir davlatni qancha uzoq boshqarib, kontrol qilib mang'ul bo'ldi degan savol bor. Ehtimol cho'ng ishlar bo'lib qolishi mumkin. Bizga foyda cho'ng ishlar. Men ashlar deb o'ylayman.
Neçə gün aldıda Xitayda bir 14 yaşlıq o'rta maktab o'quvchisi o'ldi, qiz bola. Xitoy. Bu Xitoydan cho'ng vaqa bo'lib ketdi. Xalqning noroziligini qo'zg'adi endi. Endi men bu xabarni ko'rgandan keyin o'yladim, Uyg'urlardan ürkütüp bağırlar, o bekçik bulansa işte olmayacak derecede. Ama xabar çıkmaganlık için bilmeyvatımız, bu dünyada xabar bulamayvatıdı. Bulup 16-cısla Xitay Kompartiya qurultayı başlanğandan keyin vatandan keldigan xabar biroq yo'qolib ketdi. Meniki farzimcha bular shu oilalarga qamab qo'yilgan Uyg'urlarniki butun torlarini uzyaptimikin deb o'ylayman men. Uning oldida video narsalar ko'p kelgan. Men har kunisi 5 dak videoni chiqarib to'g'andim Twitterga. Inglizcha tushuncha yozib, yaqinda mush narsalar videolar biroq to'xtab ketdi. Shuni qarab Uyg'urlarniki turbatlarini uzyapga o'xshaydi deb o'yladim men. Xabarlanmak azab ketdi vatandan keldigan. Qısqası o'zimniki farzcha Uyg'urlarniki ahvoli umumyuzlik yine nacharlashishga qarab ketyapti hozir. Hech qanday yaxshilanish yo'q. O'tganki BDT'da ilingan qarordan keyin bu qaror yine Xi Jinping degan jallat Xitoyga foydali bo'lib chiqdi. Ashtan bilan bu Xitoy Kompartiya hokimiyatining yuragi texmi yo'g'andi Xi Jinpingniki. Shunga bular bundan keyin Uyg'urlar ustida texmi rahimsiz ishlarni qilish mumkin. Men bu ishni ansirayman. Shunga BDT'dagi ish bo'lgandan keyin mening o kayfiyatim ancha yaxshi emas. O'tgangi videodan ko'rdinglar. Adam biroz yig'lang o'qiyapti hozir. Men ko'p o'ylandim, bu nima mashaq bo'lmayman. Men odatda o'zimniki ahvolni nihoyatda to'liq to'g'ri tushunib minishga kuchaymayman. Men zaten qanday bir holatga ketyapman hozir degan masalani yaqinqi shu o'zimniki ro'y altini ko'p tahlil qildim. Zaten nima ish bo'lyapti? Nima uchun biroqlam odamlarga biroz yig'lang bo'lib bir xil bo'lib qoldi deb o'ylandim. Keyin qarasam, mendagi holat meniki opam vafot bo'lganining xabari kelgan vaqtdagi holatga o'xshaydi ekan. Buni ota-onasi, onasi, opasi hayot qarindoshlar ancha his qilolmaydi. Opasidan olib qolgan qarindoshlar his qilolmaydi. Bir xil holat bor. Endi biz odatda deymiz, ona vatan, ona til, ona madaniyat, ona örf odat deb. Mushlarning hammasiga ona qo'shig'liq, xuddi onaga o'xshash degandek. Hozir endi millat mushtaq bir ig'ir kunga qolgan chaqda vatan va millat ikkisi qo'shilib bizga bo'layotgan ta'siri xuddi bir onadan olib qolgan shunday bir xabar kelgandagi ta'sir bilan o'xshashgan degan bir xil tushuncha paydo bo'ldi menda. Buni opasidan olgan qarindoshlar obdan his qila oladi. Opasiti hayot qarindoshlar sizlarga muborak bo'lsin. Bu naydi isil ish. Men demasam bo'lasizlar. Endi albatta men Xitoy Kompartiya hokimiyatining ikki nishoni bor degan narsani o'tirib qo'ydim. Birisi Kompartiya hokimiyatini saqlab qolish, ikkinchisi Amerikaniki demokratik tuzumdan iborat mana shunday o'rnaklarni yo'q qilib o'tish dunyoda. Uyg'urlarnikimi cho'ng nishonlarimiz bor bizniki. Buni obdan bilamiz. Birinchi cho'ng nishon hozir vatandagi zulmni oxirlashtirib, hayot qilib qolgan xalqimizniki hayotini qutqizib qilish. Bu birinchi cho'ng nishon biz uchun. Ikkinchi cho'ng nishon mustaqillikni qo'lga keltirib erkin yashash bir kunsi. Shunga men yaqinqi bir qancha videolarda shu mustaqillikni qo'lga keltirishga qaysi yo'l bilan maqsad bo'ladi degan masalaga ko'z qarashimni, cho'ng jihat ko'z qarashimni o'tirib qo'yib qo'ydim. Bolalarimizni yaxshi o'qitib, nihoyatda qobiliyatli kerak qiladigan odam qilib cho'ng qilib, iqtisodni taraqqiy qildirib, undan keyin shu orqali eng oxirida qurolli kurashlarga tayinlab turib, vatanni qaytarib olish. Mana bir narsani o'tirib qo'ydim. Bu jihatda qarindoshlarniki hammasi o'rtaq tirishish kerak. O'rtaq tirishish kerak. Bu jihatda o'rtaq o'ynash kerak. Ashta qilib yurib, biz o'zimizga mos keladigan bir yo'lni, bir yo'l xaritasini tepib chiqmasak olmaydi.
Ben abayatdan fakat çoğun jetkisi anlam oturup koyup koydum. Andi muşning münasebetlik yana bir narsa var. Ben yaqinda bir narsani ushurib qoldim. Qarindoshlar nimani biladi? İnsanlarniki aqlliq darajasini o'lchaydigan bir sistemi var. Uni İngilizce intelligence quotient deydi. Aqlliq darajasi o'lchimi. Buni ko'p ishlatadi. Yaqinda bir yerda buni biroz kengaytgan narsani ko'rib qoldim. Aqlliq darajasi ko'rsatkichi bu biz burun bildigan narsa. Uningga yana sog'lom hissiyot ko'rsatkichi deganni qo'shibdi. Emotional quotient deydi. Ondan keyin ijtimoiy qobiliyat ko'rsatkichi, social quotient, ondan keyin o'ng'ushsizlikqa taqobil turish qobiliyati ko'rsatkichi, adversity quotient deb yana 3 ni qo'shib 4 qilibdi buni. Aqlliq darajasi ko'rsatkichi, sog'lomlik hissiyot ko'rsatkichi, ijtimoiy qobiliyat ko'rsatkichi, o'ng'ushsizlikqa taqobil turish qobiliyati ko'rsatkichi. Ma narsalarni men bu narsalarga mana qisqa deb qo'ymoqchi, mana narsalar bor ekan deb. Bu narsalar bola tarbiyasida intayin muhim. Gerçi men bu narsalarni nazariy darajasiga ko'tarib tushunib ketmagan bo'lsam-mu, buni men amaliyotda o'zimniki farzandni tarbiyalash, o'zimniki navrisini tarbiyalash jihatlarida ko'ngil bildigan ishlar. Shunga ham ota-onalarning kallasida bor bo'lsin. Xudoyim bilsa men bu vaqtda keyinchini izlanib, bu narsani kengaytib bir qism tushunchalarni berishim mumkin. Balalarniki tarbiyasida ikki muhim narsa bor. Men sizlarga burun degan balalar maktab eshigiga to'shqichilik, balani shu maktabda a'lo o'quvchi bo'lib o'qishga tayyorlanglar degan narsani dedim. Shundoq a'lo o'quvchi bo'lib maktabga kirib, a'lo o'quvchi bo'lib o'qib, ko'p bilim olib, ashta qilsa, bu nihoyatda foydali millat uchun. Ammo bu ishniki bir tarafi. Bilim millatni kuchlantirishning bir tarafi. Yana birisi aqlligi. Millatning aqlligi. Bilim va aqlliq. Bu jihatda nihoyatda cho'nqur tushunchalar bor. Bu ikkisi munosabati nima? Masalan, aqlniki bir qismi tug'ma bo'ladi. Bir qismi bilimdan keladi. Yana bir qismi tajribalardan keladi. Bu jihatda Yahudilarniki o'zlari yo'lga qo'ygan bir nihoyatda kuchli bir ijtimoiy sistemasi bor bularniki. Har oila bo'yicha epminayotgan sistemasi bor. Men buniki bir qismlarini o'zimniki burungi maqolalarda tunishtirgan. Men Yahudi to'g'risida bir maqola yozdim. Men bu jihatda yana yuqorqi 4 ko'rsatkich bilan birlashtirib, bilim bilan aqlning qanday munosabati bor, biz qanday qilib bolalarimizni ham bilimlik, ham aqlliq qilib cho'ng qilamiz degan bu masala to'g'riliq men davomli sizlarga yana bir qism yangi uchlarni yetkazaman. Hozircha mushunchalik deb qo'yib turay. Mushunga munosabatlik bir ish ehtimol sizlar ko'rdinglar, men yaqinda ikki nevramni bizniki idoraga olib olgan. Bizniki idoraniki Open House degan politovati har yil Open House degani. Har yilda bir shanba ikki kun, shanba kun ikki kun bizning idorani sirtqa echitib kep ko'rman deganlarga tayyorlab qo'ygan yerlar bor. Maxsus shularni ko'rish uchun tayyorlab qo'ygan narsalar bor. Shularni ko'rishga eshib berdi burun. İşte qilib kelgan. Ma virusning sababli to'xtab qolganda o'tgan yil ini qildi deb o'ylayman. Bu yil bular bir yangilik qilib, JPL Family Days deb JPL'lik NASA oilasidagilarning uyida bir faoliyat qildi. Bu faoliyat nima desanglar? Shanba kun 2 kun. Endi bu ommaga ochilgan 2 kunda odatda burungi vaqtlarda har yili 70-80 ming odam kelib bizning idorani ko'rgan. 2 kun ichida. Bu yilda buni shu NASA oilasidagilar kuni deb atab, faqat NASA da ishlagan kishilar va ularning oila a'zolari kelib ko'rsa bo'lgan qilib qo'ydi 2 kunni. Men navralarni shu olib sizlarni ko'rgandek rasmlarni chiqarib qo'ydim men Facebook'ga. Aşılı qo'ldan tutib qilgan narsalarning hammasini meniki navralarım sinab baqdi bo'lib, cho'ng navram 4,5 yoshga kirdi, o'g'il navram. Shu hammasini tutib qilib baqdi ashada. Nihoyatda deymiz, aktiv, aggressiv deydi inglizcha shundoq. Ashta qilishlik sabab 2 yoshlik navramni bir qism narsani tutib qilgan, o'shan qilib baqdi. Balaning o'yinchiqlari bor, nurg'un qo'lda tutib qilgan o'yinchiqlar bor. Mush narsalar balaning taraqqiyoti intayin muhim. Birisi bilim muhim, ikkinchisi aql muhim. Ondan keyin işte qo'llarni tutib bir ishni qilish iqtidorlari. Mush narsalar hamsi muhim. Shunga
Bundan keyingi balla tarbiyasida ota-onalar chuqum o'zinglar bilimli bo'lib, ilmiy usuldagi bal tarbiyasi masalasida shu orqali o'zinglarniki bolasini yaxshi tarbiyalashga tirishinglar. Bu millatni oxirida bir yaxshi taqdirga erishtirishdagi intayin muhim bir ish. Buni har bir ota-ona ashtaq o'zi uchun bir kuchli mas'uliyat deb qarab turib qilish kerak. Shunga ma'ni deb qo'ygim keldi. Ondan yaqinda meni yana xo'shal qilgan ko'p ishlar bo'lyotdi. Bizningki chetlik Uyg'urlarchida to'xtamay yangi usullar bilan qanday qilib millatni saqlab qilish, qanday qilib Uyg'ur davosini xalqaro sahnaga chiqish jihatlarida qarindoshlarni ijodkor bo'lib bir qism ishlar qilyotdi. Masalan, hozir nimada Kanadada bir singlimiz bor, Gulfiya deb. Bu singlimiz shu muhim videolar, vatandan kelgan videolar ashunga İngilizce so'zlab so'zni qo'shib yoki xatlarni qo'shib Twitterda taqdim. Bunday ishlarga ko'p vaqt ketadi. Bu nima Yaponiyada bir qism qarindoshlar bor. Men Twitterga chiqargan mazmunlarni yaponchaga tarjima qilib chiqib qo'yayotgan, xitoychaga tarjima qilib chiqayotgan qarindoshlarim bor. Chiqib mushtaqda o'xshamagan yo'llar bilan bizniki vatandagi fojiani dunyoga ko'rsatish, anglatish bo'yicha tirishayotgan ishlar o'tirishib qo'yadi. Bu qarindoshlarga rahmat. Agar imkoniyati bor qarindoshlarga deydiganim bu ishlar pek muhim. Biz davoni o'z-o'zimizga qilib o'zimiz biz bilamiz bizning Uyg'ur qas kun qilib qoldik, nima alamlarni boshdan kechiryapti vatandagida buni bilamiz. Muhimi hozir bo'layotgan ishlarni chet elga bildirish, dunyoga bildirish bu pek muhim. Shu bu jihatdagi ishlarni qat'iy ojizlashtirib qo'ymayli. Yana birisi Uyg'ur ona tili sohasida ish olib borayotgan qarindoshlar ko'p. Yaqinda aqaqadan aytdi, xo'shallanarlik ishlar bo'lyotdi. Men ashtaq mazmunlarni to'xtamay o'zimniki Facebookga, andikan Uyg'ur Project fondiniki Facebooklarga chiqarib qo'yaman. Shu yerdan ko'ra olasizlar. Yaqinda mana Sharipa singlimiz Inti degan inimizniki xonim bo'ldi, biz bilan bir yerda turdi. Inti deb Xitoycha YouTube kanalida ish olib borayotgan inimiz. Bu Sharipa singlimizmi bir Uyg'urcha darslik boshlabdi. Videosi bor hozir men to'g'ri Facebookga chiqarib qo'ydim. Ularni ko'rib yaqinlar bolalarga Uyg'ur tilini o'rgatishga foydasi bor deb o'ylayman. Ish qilib bo'lgan siri ko'plagan qarindoshlar o'ziniki qo'lidan kelgan doira ichida millat uchun ish qilish uchun tirishyapti. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Biz bundan umrimizni o'tkazishimiz kerak. Hozirgacha Uyg'urlarning beshiga kelgan zulm yaqinqi bir qancha yilda qaysi shaklda to'xtaydi, bu to'g'riliqda aniq narsa gap qilib bo'lmaydi. Meningcha meniki hozir kutayotgan cho'naq umidim birisi Putindan, yana birisi Xi Jinpingdan kelishi mumkin. Bular yadro bombasi ishlatib, yo Tayvanga hujum qilib Xitoy kompartiya hokimiyatiniki o'rilishini vujudga keltirsa, shu vaqtda Uyg'urlar uchun bir fursat bo'ladi deb o'ylayman. U chaqda andikan xalqaro bir silkinish bo'lib, Sharq Turkistonga kuzatuvchi tashkilotchilarni avatib, zodi Uyg'urlarga qancha ziyon bo'ldi. Shularni shu haqida bir to'g'ri bahoga erishishda bir cho'ng qadam ilindi deb o'ylayman. Albatta, uning natijasi yaxshi emas. Hozir nurg'un kishilar ko'rmayapti Uyg'urlarga qancha ziyon bo'lganligini. Men davomliq Uyg'urlarning beshiga kelgan ziyonni ko'z oldimga keltirib yashayman. O'zim azoblanaman bu ishga, lekin iloji yo'q. Kelgan xabarlarni birlashtirib, zaten nemish bo'lyapti Uyg'urlarga degan. Bu ishlar Xudoyim bo'lsa, Xitoy kompartiya hokimiyati ag'dirilsa, bu jihatga ahvollarni biz to'liq to'g'ri bila olamiz. Albatta, uni bila olishimiz yoki BDTning tashrif aniqlashi, e'lon qilish bilan o'lib ketgan xalqimiz tirilib qolmaydi. Vayron bo'lgan zaminimiz shu bitlar asli kelib qolmaydi. Unikini o'zimiz qilishimiz kerak, asli keltirishimiz kerak. Ish qilib u ashtaq, lekin endi ish bo'lmagan chog'da zulmniki oxirlashishniki bir xil simboli shu endi bo'lgan ishlar. Shu nuqtadan davatamaman. Shunda qilib bu haftadagi programma shunchalik bo'lsin. Nima men YouTube'ni faqat tekshirmaydim, kimlar ko'ryapti, qancha ko'ryapti deb. Meniki YouTube kanalimni ko'rayotgan qarindoshlarniki 3dan bir qismi a'zo emas ekansizlar. Menga ergashgan emas ekansizlar. Bo'lsa ergashib qo'yinglar.
Andan keyin mana bu videolarni ko'rgandan keyin yaxshi ko'rsanglar barmoqlarni besib qo'yinglar. Men YouTube kanalımdan pul tapmayman. Men ilan yo'q. Burun Kanadadan bir singilimiz shu menga bir taklif bergandi. İşte ilandan pul tapadigan qilib qo'ysangiz, kirgan pulni Uyg'ur Project fondiga ishlatsangiz bo'lmamdi deganda, men u taklifni muvofiq ko'rib, ularning butun rasmiyatlarini o'tab, işte nima e'longa pul keladigan qilib qo'ygan. Qilib qo'ysam ki O'rta Osiyodagilarga biraz fikr chiqdi, e'lon bak chiqib ketib, orliqda chiqib olib, bak tishimizga tegdi deb shuni bilan uni amaldan qoldiryaptim. Orliqda bir $150 pul keldi bir qatim. O narsalar yo'q. Shunga sizlar barmoq beramisizlar, bermamisizlar, menga iqtisodiyotining foydasi yo'q. Lekin insonlikda bir narsa bor. Boshqalar sizga yaxshilik qilsa, unga minnatdorlik bildirish kerak. Endi meni YouTube kanalımni ko'rib, uni yaxshi ko'rsangiz, barmoqni besib qo'ying, birindoq besib qo'ysangiz bo'ladi. Menga ilhom bo'ladi uniki. Menga ilhom bo'ladi boshqalarga nima deymiz? Biraz bir to'g'ri axloqni ko'ralaydi bu ishlardan. Shunga bu ishlarni qilib qo'yinglar. Shu nuqtada da'vatim men bu ishni. Uyg'urlar o'rganayli. Boshqalar yaxshilik qilsa, uni rahmat aytishni o'rganayli. Biz bu jihatda intayin ojiz, acknowledgement deydi. Yaxshilikqa acknowledgement qilish, yaxshilikqa minnatdorlik bildirish. Oshkora holda. Bu bak narsa bu jihatda Uyg'urlar bak ojiz, hozirmi? Qaloq desa ham bo'ladi. Lekin bunikin bu ishlar ahamiyat berayli. Bo'ladi. Bugun boshuncha so'zlay, kelar qatim kirishga aman bo'linglar. Albatta men degandek, men kelar haftamı safarda bo'laman. İmkon bo'lslamkin safar jarayonida ba'zi muhim narsalarni sizlarga men naq maydon qilib, Facebookda naq maydon qilib qo'yaman. O'zimning niyat shu. O'tgan haftamı bizning idoradagi mana NASA oyliklar kunidagi ahvollarni naq maydon qilib qo'y deb o'ylagandim. Lekin qashimda navlarım bo'lg'achqa qo'limni ikki tarafdan tortib, bu faqat uni qilg'izmadi, qilolmay qoldim. Shunga faqat rasmlarini chiqarib qo'ydim. Bundan keyingi men qatnashgan faoliyatlarda imkon bor ba'zi ahvollarni qisqacha naq maydon qilib chiqarib qo'yib turaman. Shunga ahvollardan xabardor bo'la olasizlar. Ma'qulamsa, yana bir qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.